O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. U yurtimiz sarhadida qadimda mavjud bo'lgan davlatlar bilan tarixan bog'liqlikni anglatadi. Respublikaning milliy madaniy an'analarini o'zida mujassamlashtiradi. Bayroqdagi moviy rang tiriklik mazmunini aks etgan mangu osmon va ob-hayot ramzi. Timsollar tilida bu yaxshilik, donishmandlik, halollikni, shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Binobarin sohibqiron Amir Temur davlati bayrog'ining rangi ham moviy edi. Bayroqdagi oq rang muqaddas tinchlik ramzi bo'lib, u kun charog'onligi va koinot yoritqichlari bilan uyg'unlashib ketadi. Oq poklik, beg'uborlik, soflik, orzu va hayollar tozaligi, ichki go'zallikka intilish timsoli. Yashil rang tabiatning yangilanish ramzi. U ko'pgina xalqlar navqiron umid va shodumronlik timsoli hisoblanadi. Qizil chiziqlar vujudimizda jo'shib oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlarini anglatadi. Navqiron yarim oy tasviri bizning tarixiy an'analarimiz bilan bog'liq. Ayni paytda u qo'lga kiritilgan mustaqilligimizning ramzi ham. Yulduzlar barcha uchun ruhoniy, ilohiy timsol hisoblanadi. Davlat bayrog'imizdagi 12 ta yulduz tasviri ham tarixiy an'analarimiz, qadimgi yilnomamizga bevosita aloqador. Bizning 12 yulduzga bo'lgan e'tiborimiz O'zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlarda ilmiy tafakkurida nujum ilmi taraqqiy etganligi bilan ham izohlanadi. Davlat bayrog'imizdagi 12 ta yulduz tasvirini o'zbek xalqi madaniyatining qadimiyligi, uning komillikka, o'z tuprog'iga, saodatga intilishga ramzi sifatida tushunish lozim.